Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Keyingi gulimiz obzorini boshlaymiz. Ko'rishlar mumkin. Juda ham ajoyib, juda ham chiroyli bo'lgan. Xudo xolasa yana 2 xil guli qoldi. U gullarni ham bugun obzor qilib tashlashga harakat qilamiz. Dastlabki xizmatimiz yo'q. Shuni yana eslatib o'tyapmiz. Xo'p, choynagi ko'rishlar mumkin. Juda ham chiroyli, juda ham ajoyib. Nabonning ichida 2 dona bo'ladi. Ko'rishlar mumkin. Hop. Kosasi. Hop. Kosasi mana. Sifati juda ham a'lo. Juda ham chiroyli. Kosasi 12 dona bo'ladi nabonning ichida. Piyolasi. Zarlari o'chmaydi. Yuvib bemalol ancha yil ishlatishlari mumkin. Piyolasi 12 dona bo'ladi. Salat nissasi. Salat nissasi 6 dona. 6 litr elkasi. 6 litr elkasi nabonning ichida 12 dona. 7 litr elkasi. 7 litr elkasi ham nabonning ichida 12 dona bo'ladi. Va oxirgisi aval nissasi ko'rishlar mumkin. Juda ham chiroyli 4 dona bo'ladi nabonning ichida. Xo'p, narxini bilasizlar. 650 ming qilib beramiz. Optimga kami bor, xudo xolasa. Xo'p, videomizga like, videomizga kommentariy yozsalaring bizga nima beradi? Bizning videolarimiz ko'proq inson ko'rishiga hissa qo'shgan bo'lasizlar. Kanalimizga podpiska va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ysalaring, biz qo'yib borayotgan barcha videolar telefonlaringizga kelib turadi. Yangiliklardan va narxlaridan boxabar bo'lib turasizlar. Bizni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddamiz. Rahmat, sog' salomat bo'linglar.